Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati jamoat tartibini saqlash boshqarmasi binosida viloyat ichki ishlar boshqarmasining tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'linmalarida xizmat olib borayotgan profilaktika inspektorlari, tergovchilar, yo'l-patrul va patrul-post hamda tezkor qidiruv xizmati xodimlarining bilim saviyasini yanada oshirish, fuqarolar bilan ishlash tizimini takomillashtirish hamda tergov sifatini yaxshilash maqsadida o'quv mashg'ulotlari tashkil etib kelinmoqda. Mazkur o'quv mashg'ulotlarida viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati ishtirok etib, dastlab O'zbekiston Respublikasining jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonuni hamda sohaga oid O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, shuningdek vazirlikning buyruqlari mazmun-mohiyati xodimlar e'tiboriga yetkazildi. Shuningdek, xodimlarga murojaatlar bilan ishlash yo'nalishida aholi e'tiroziga sabab bo'layotgan omillar, murojaatlarni yuzaga o'rganish yoki rasmiyatchilik uchun javob berish holatlariga chek qo'yish lozimligi ta'kidlandi. Shundan so'ng xodimlar xizmat yo'nalishlari bo'yicha guruhlarga ajratilgan holda sohaviy xizmatlarning malakali xodimlari tomonidan xizmat vazifalaridan kelib chiqib, sohaga oid O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, shuningdek vazirlikning buyruqlari mazmun-mohiyatini yana bir bor yetkazish yuzasidan keng tushuntirishlar olib borildi. Mazkur chora-tadbirlar aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini takomillashtirish, ichki ishlar organlarini xalqchil, ochiq va professional tuzilmaga aylantirish hamda aholi murojaatlariga ishonchli va ochiq munosabatni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.